Assalomu alaykum. Efirda axborot 24 dasturi. Dastlab qisqacha. Kimyo sanoatidagi yangi loyihalar. Nuroniylarga mehnat faxriysi ko'krak nishoni topshirildi. Rahbar va yoshlar uchrashuvi tashkil qilindi. Bugun yangi O'zbekistonning sanoat qudratini mustahkamlayotgan, yurtimizning iqtisodiy barqarorligi, eksport salohiyati va kimyo sanoati taraqqiyotiga munosib hissa qo'shayotgan yirik korxonalardan biri Navoiy Azot aksiyadorlik jamiyati hisoblanadi. Zamonaviy texnologiyalar, kimyoviy mahsulot va mineral o'g'itlar ishlab chiqarishdagi innovatsion yechimlar, keng ko'lamli investitsiya loyihalari va minglab malakali mutaxassislarni birlashtirgan ushbu korxona nafaqat mamlakatimiz, balki Markaziy Osiyo kimyo sanoatining yetakchi majmualaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. So'nggi yillarda korxonada amalga oshirilayotgan modernizatsiya ishlari alohida loyihalar sifatida emas, balki jamiyatning tub transformatsiyasi sifatida baholash to'g'ri bo'ladi. Investitsiya dasturlari doirasida zamonaviy ammiak, karbamid, azot kislotasi va polivinil xlorid ishlab chiqarish majmualarining ishga tushirilayotganligi ma'nan eskirgan ishlab chiqarish quvvatlarini bosqichma-bosqich ekspluatatsiyadan chiqarish imkonini berdi. Natijada ishlab chiqarish hajmi 2 baravarga ortib, samaradorlik oshdi. Bugungi tayyorlanadigan mahsulotlar tarkibining 50% dan ortig'ini organik kimyo va polimer mahsulotlar tashkil etmoqda. Bu esa Navoiy Azotning oddiy mineral o'g'it ishlab chiqarish korxonasidan yuqori qo'shilgan qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqaruvchi zamonaviy kimyo kompaniyasiga aylanganini ko'rsatadi. Bizning kompleksimizda asosiy 3 ta mahsulot ishlab chiqariladi. Bu kaustik soda, PVH va metanol. Yil boshidan beri bugungi kunga kelib qariyb 40 ming tonna kaustik soda ishlab chiqardik. Qariyb 30 ming tonna PVH mahsulot ishlab chiqardik. 16 ming tonna metanol ishlab chiqardik. PVHmizni qariyb 8 ming tonnadan yuqori miqdorini biz eksportga yo'naltirdik. Qariyb 8 ming tonna metanol Qozog'iston davlatiga eksport qilindi. Bundan tashqari 300 tonnadan ziyod xlor va gipoxlorid mahsulotlarini eksportga yo'naltirdik. Navoiy Azot aksiyadorlik jamiyati uchun eksport faqat mahsulot sotish emas, balki korxonaning raqobat bardoshligini baholovchi muhim ko'rsatkich hisoblanadi. Agar avvallari mahsulotni jahon bozoriga sotish asosan bazaviy kimyoviy mahsulotlar hisobiga shakllangan bo'lsa, endilikda asosiy e'tibor yuqori qo'shilgan qiymatga ega maxsus kimyoviy mahsulotlar eksportini kengaytirishga qaratilmoqda. Sanoat taraqqiyoti nafaqat ishlab chiqarish hajmi, balki atrof muhitga bo'lgan mas'uliyati bilan ham baholanadi. Shu bois Navoiy Azotda ekologik barqarorlik korxona rivojlanish strategiyasining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Korxonada atmosfera muhofazasi, ishlab chiqarish jarayonlarida energiya va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, suv resurslarini tejash hamda chiqindilarni samarali boshqarishga qaratilgan keng ko'lamli ishlar izchil amalga oshirilmoqda. Korxonaning elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojini ekologik toza manbalar hisobidan qoplash, energiya mustaqilligini mustahkamlash hamda ishlab chiqarish xarajatlarini qisqartirishda Xitoyning Sinoma Energy kompaniyasi tomonidan barpo etilayotgan 300 megavat quvvatga ega quyosh fotoelektr stansiyasining o'rni beqiyos. Hozirgi kunda biz quyosh fotoelektr stansiyasini qurish ishlarini belgilangan reja asosida olib bormoqdamiz. Loyihada zamonaviy texnologiyalar, yuqori samaradorlikka ega quyosh panellari hamda xalqaro standartlarga javob beradigan uskunalardan foydalanilmoqda. Qurilish jarayonida sifat, mehnat xavfsizligi va ekologik talablarga qat'iy rioya etish eng ustuvor vazifalarimizdan hisoblanadi. Har bir bosqich muhandislik talablari asosida nazorat qilinmoqda. Bugungi Navoiy Azot bu shunchaki yirik kimyo korxonasi emas. Bu yuksak texnologiyalar, ilmiy yondashuvlar, innovatsiyalar va inson kapitali uyg'unlashgan zamonaviy sanoat majmuasidir. Bu yerda har bir yangi loyiha taraqqiyotga qo'yilgan yana bir qadam.